Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi adreskopka meblarni tamomlab, egalariga topshirib ham bo'ldik. Yotoqxona to'plami olib kelganmiz. Bu o'zimizda Baxmal tomonga, ya'ni Payshanba bozor tomonga olib kelganmiz yotoqxona to'plami. Xona kichikroq bo'lgani uchun narigi xonaga shkofini terib berdik. Mana bu xonada divan, tremo, tumbasini tirdik. Xo'sh, endi boshlaydigan bo'lsak, divan mana bu razmeri uzunasiga matras razmeri, ya'ni 210 ga 170 matras razmerida. Ustki holati paralon 4 santimetrli machalka, mana bu 4 santimetrli machalka, ya'ni stolchani ustida narigi xonada ko'rsatib o'tamiz uni. Tumbasi bor ikkita. O'rta holatda. Mana buni bosh qismini rangida tanlov bor. Mo'yshiy zamish bo'lgan, yuvib, tozalab olsa bo'ladigan materialdan ishlatilgan. Mana fasad qismi indiv, mebelni mana fasad qismi indiv, mana bu yonbosh, ya'ni korpus qismi laminatdan yasalgan. Rangida tanlov bor. Hozirgi rang oq. Rangida 4 xil 5 xilgacha tanlov bor. Tremo razmeri balandligi 1.90, yonbosh razmeri 1.45, 3 ta tortma, 2 ta eshikcha. Ichki holati bir xil, ikki tomoni, o'rtasida polkasi bor. Eshiklari 100% vakuumda, buni ham, shkafni ham. Tortma sig'im ham o'rtacha chuqurroq, ancha nisbatan. Xo'sh, narigi xonada shkafi bor. Boyagi divanning usti mana bunday bo'ladi. 4 santimetrli paralon machalka bo'ladi. Xo'sh, shkafga keladigan bo'lsak, shkaf qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient xohishiga qarab yasaladi. Razmerlari cheklanmagan, balandlik, yonbosh, kiyim sig'im razmer cheklanmagan. Xo'sh, mana bu razmer 50 santimetr. Klient xohishiga qarab o'zgartiriladi. Xohlovchilar uchun 70 gacha bo'lsa bo'ladi. Balandligini ham bemalol patologgacha ham qilib beramiz. Fasad indiv, korpus laminatdan. Ichki holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient xohishi. Razmeri uzunroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bu tomon. Eshiklar 100% vakuumda aytib o'tganimizdek. Mana bu o'rta holatda polkalik qilib yasalgan. Mana bu tomon razmeri 2 ga bo'lingan sabab razmeri kaltaroq. Custom razmerdagi kiyimlar, nima deydi? Razmeri kalta-kalta ikkita kiyim qo'ysa bo'ladi. Xo'sh, balandligi 2.17, mana bu uzunasiga 2.70, kiyim sig'ib 50 santimetr. Razmerlarni o'zgartirsa bo'ladi. Mana bu oynali o'rta qismini xohlovchilar uchun 6 ta bir xil eshik ham qilib beramiz. Bemalol, nima deydi, o'zgartirish bor. Xo'sh, mebelning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6 million 150 kilometrgacha dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi. Agar matras bo'ladigan bo'lsa, boyagi paralon holatda divanda matras bo'ladigan bo'lsa, 800 ming so'mdan 100 dollargacha razniца qiladi. Xo'sh, pastda nomer qoldiramiz, bemalol bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. 150 kilometr dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Xo'sh, buni tayyor holatini ham sexni o'ziga borib ko'rib tanlab olsangiz bo'ladi.